sirlari keltirilgan ekan. Endi mana bu eksponatga qaraymiz. Bu eksponatimiz Muhammad alayhissalomning ism va sifatlari keltirilgan. Ya'niki barchamiz bilamiz, payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lganlaridan keyin Alloh tomonidan 99 ta ism bilan chaqiriladi. Aynan mana shu 99 ta ismlar bu yerda keltirilgan ko'rishimiz mumkin. Bu adashmaymiz. Bu Allohning 99 ta ismi emas. Bu payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning 99 ta ismlari. İsimlari arab tilida shaklda yozilgan. Undan tashqari agar yaxshi e'tibor beradigan bo'lsak, ismni, ya'ni mana bu yerda ism keltirilgan bo'lsa, pastga qavatda esa ismini ma'no mazmuni qayd etilgan. Demak, Muhammad ismini ma'nosi maqtaluvchi degan ma'nolarni bildirgan. O'zlarining ismlari ma'nosini bu yerda ko'rib o'tdik. Demak, bu ismlar o'z nomi bilan payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning ism va sifatlari deb turib nom olganini ko'rishimiz mumkin. Endi navbatdagi eksponatga o'tamiz. Mana bu daraxtimizga qarab turib olamiz. Bu daraxtimiz shajara daraxti deyiladi, ya'ni payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning avlod ajdodlarini daraxti. Shajara so'zi arab tilidan olingan bo'lib turib, avlod, ajdod degan ma'noni anglatadi. Bu monitorlarimiz orqali biz avlod ajdodlarini umumiy ma'lumotlarini ko'rishimiz mumkin. Demakki, agar biz bu yerda bir kishini tanlaydigan bo'lsak, monitorda o'sha tanlagan kishimiz haqida ma'lumotlar qayd etiladi. Yaqinroq kelib ko'rib olamiz, kelamiz. Bu yerda men tanishtirib o'tadigan bo'lsam, mana bu yerda 21 ta bobolari bor. Ya'ni payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom bobolari. Bu yerda ota-onasini dadasi, ya'ni Abdulmutallib bobosi, Abdulloh dadasi, Omina onalari va payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom o'zlari bu yerda ayollari keltirilgan. Bular esa farzandlari va Fatima qizidan qolgan nevaralari qayd etilgan. Demakki, mana bu yerda agar biz bir kishini bosadigan bo'lsak, ana shu tanlagan kishimiz haqida ma'lumotga ega bo'lsak bo'lar ekan. Yuqorida ta'kidlab o'tganimdek, ma'lumot 4 xil tilda beriladi. Xohlasak o'zbek, xohlasak ingliz, xohlasak turk, xohlasak arab tillarida berilishini ko'rishimiz mumkin ekan. Demak, o'sha avlod ajdodlari haqida bu yerda umumiy ma'lumotga ega bo'lsak bo'ladi. Ya'ni o'sha kitoblar varaqlab o'tirmaysiz, tarixni ko'rib chiqmaysiz, bitta mana shu monitor orqali o'sha ma'lumotga ega bo'lsak bo'lar ekan. Endi mana bu eksponatga qaraymiz. Juda ham eng ajoyib eksponatlardan biri hisoblanadi. Ya'ni bu hujra-i saodat deyiladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomni Madina shahridagi xonadonlarining bu 3D formati. Ya'ni bilamiz barchamiz o'sha Madina shahrida u kishini xonadonlarida qabrlari dafn etilgan. Xonadonni biz 3 xil vaziyatda ko'rishimiz mumkin. Bomdod vaqti, peshin vaqti va xufton vaqtlarida. Demak, qanday qilib? Mana bu yuqoridan qaraymiz, uyni yuqorida tokcha bor. Tokchadan quyosh nuri tushadi. Ko'ryapmizmi quyosh nurini? Ana shu quyosh nuri tushishini ko'rib, ular kunning qaysi qismiga yetib kelganligini anglagan. Demak, o'sha bomdod vaqtimi, peshin vaqtimi, xufton vaqtimi, mana xo'p, peshindan shomga o'tish vaqti bo'lyapti. Bu hozir mana shu kabi umumiy ma'lumotni ko'rishimiz mumkin. Bu eksponat nimaga qo'yilgan? Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom payg'ambar bo'lishlariga qaramasdan juda ham kamtarona hayot yashagan. Eng go'zal fazilatlardan biri o'sha kamtarlikni o'rganish maqsadida bugungi kunda bu eksponatimiz shu yerda muzeyimizda, ya'ni joy olmoqda. Demakki, bu eksponat hujra-i saodat deyilar ekan. Endi mana bu g'orga qarab kelamiz. Bu g'orimiz Hiro g'ori. Ya'ni bu Hiro g'origa payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga birinchi vahiy keladi. Va Qur'oni Karim kitobimizdagi Alaq surasining Iqro oyati aynan mana shu g'ordan nozil bo'lingan. Undan tashqari payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom bo'sh vaqtlarini hamda o'sha ibodatlarini ko'pincha mana shu g'orda o'tkazgan. Ya'ni bu Makka shahridagi yuqorida joylashgan g'orning maketi. Kelamiz, mana bu tomonga o'tamiz. Mana bu monitorga qarasak, bu yerda 3 qismni ko'ryapmiz, ya'ni 3 xil tarix. Ya'ni bu nimani tarixi? Qur'oni Karim kitobimizning nozil bo'linish jarayoni. Dastavval payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom davrlarida sura, oyatlar yassi toshlarga, matolarga va terilarga yoziladi. Bu birinchi tarix. Ikkinchi tariximiz esa Abu Bakr Siddiqning
davriga kelib esa varoqlarga ko'chiriladi shu rivoyatlar. Demak, 3-sharif Usmon roziyallohu anhu davriga kelib, o'sha varoqlar mushaf ko'rishga yig'ilib, ya'ni umumiy holatda yig'ilib, hozirgi Qur'oni Karim kitobimiz ko'rishiga yetib keladi. Ya'ni varoqlarni jamlaydi bir joyga. Ana shunday bir katta bir tarixni bu yerda qisqa va oddiy yo'l bilan 3 qismga bo'lib tushuntirilgan. Demak, endi mana bu eksponatlarga qaraymiz. Bular nima? Bular hadislar. Ya'ni payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom 40 yoshliklarida payg'ambar bo'lganlaridan keyin hadis yoza boshlagan. Bir necha pavilondan keyin xuddi mana shu kitob hadislarni biz kitob shaklida ko'rishimiz mumkin. Keyingi pavilonga o'tamiz. Mana bu chiziq bo'laklari chiziq ichkasiga kirmagan holatda chiziq bo'lib yig'ilib olamiz. Yuramiz. Ozgina yurishing, opajon ozgina yurishing. Demakki, bu yerda biz payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomdan keyin eng ko'p hadis rivoyat qilgan sahobalarni ko'rishimiz mumkin ekan. Bu yerda 7 ta sahoba keltirilgan. Endi erkaklardan eng ko'p hadis rivoyat qilgan sahoba bu Abu Hurayra roziyallohu anhu hisoblanadi. Ayollardan esa Oysha onamiz, ya'ni Oysha roziyallohu anhu. Agar biz bu yerda bitta tangani tanlaydigan bo'lsak, tanlagan sahobamiz haqida bu yerda eng kerakli va eng asoslangan ma'lumotlar keltirilgan. Misol uchun, Oysha binti Abu Bakr payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ayollari, Abu Bakr roziyallohu anhuning qizlari, Siddiqa mo'minlar onasi kunyalari bilan mashhur bo'lgan. Oysha roziyallohu anhu rivoyat qilgan hadislar soni 2210 tani tashkil etadi. Oysha roziyallohu anhu milodiy 678-yil, hijriy 58-yil Ramazon oyida vafot etadilar. Janozasini esa hozir aytganimdek Abu Hurayra roziyallohu anhu o'qiydi. Qabrlari esa Madina shahridagi Baqiy qabristonida joylashganligi haqida ma'lumotlar keltirilgan. Qabrlari o'sha Madina shahridagi Baqiy qabristonida. Xo'p, endi mana shu kabi umumiy ma'lumot qayd etilgan bo'lsa, mana bu monitorga qaraymiz. Bu monitorda 622-yildan 1922-yilgacha bo'lgan davrda islom dini tarqalganini ko'rishimiz mumkin ekan. Ya'ni kimlarning davrida, nechinchi yil, qaysi mintaqalarga islom dini tarqalganligi haqida bu yerda ma'lumot qayd etilgan. Demakki, 622-yil payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning fathlaridan boshlanadi. 1922-yil esa Usmonli imperiyasining tugash davrigacha kelishini ko'rishimiz mumkin ekan. Demak, o'sha yashil zona kengayib borayotgani bu o'sha islom dinini yoyilib borayotganidir. Ya'ni nechinchi yil, kimni davrida, qaysi mintaqaga islom dini kirganini biz mana shu oddiy bir monitor va xarita orqali anglashimiz mumkin ekan. Demak, shu maqsadda qo'yilgan eksponat hisoblanadi. Endi mana bu yerdagi doskalarimizga qaraymiz. Doskalarda 1 metr masofa saqlagan holatda. 3-doskani oxirigacha borsak, chunki 3 doska bir xil ishlaydi. Bir xil foydalansak bo'ladi. Xo'p, bu doskalar orqali biz hadis ilmini o'rganishimiz mumkin, ya'ni hadis yodlashimiz mumkin. 3-doskani bosaring yopiq, 4 ta til berilgan. O'zingizga ma'qul tilni bosing. Daraja kelib chiqdi-ya, oson, o'rta, qiyin. Mana. Endi o'zimizga ma'qul darajani bosamiz. Osonni tanlasak, mana bu gologrammalarga qaraymiz, ya'ni shishalarga. Har bitta monitorning yuqorisi bor. Mana shu shisha gologramma deyiladi. Bu gologrammadan hadisni audio shakli keladi. Eshitib bo'lganimizdan keyin har bittasini doskachalariga yozib chiqamiz, yozilgan hadisimizni. Yozganimizdan keyin burada umumiy xulosa keltirib chiqadi. Ya'ni qaysi so'zini to'g'ri aytdik, qaysi so'zini xato aytdik. Bu gologrammalar nimaga qo'yilgan? Nimaga audio monitorda to'g'ri kelmayapti? Agarda mehmonlarimiz 3 ta audio bir vaqtda o'zi ishlatsa, audiolar bir-biriga qo'shilib ketadi. Bitta ma'lumotni aniq-orag'ini eshita olmaymiz. Gologrammani biz ichida tursak ovoz keladi. Agar bundan 2 metr uzoqlashsak ovoz kelmaydi. Negaki o'sha ma'lumotlar qo'shilib ketmasligi sababli. Bemalol ishlatib ko'rib, bitta hadisni sinab ko'ramiz. Faqat hadisni lotin harflarida yozamiz. Xo'p, boshqa rus kiril harflarini qabul qilmaydi. Sinab ko'ramiz. 2 minut vaqt sinab ko'ramiz. Ya, tinglash